Qattiq qazangan vaqtini tasavvur qilsa, shu vaqt yana dopamin qo'zg'aldi. Buni aktiv ishlasin bo'ldi. Ya'ni ba'zi bizlarga nishonimizga qarab ketib qolganda, erib qolgan vaqtlarimizda o'zimizning shu nishonga erishmoqchi bo'lgan vaqtga erishgan vaqtimizni tasavvur qilib bersak. Masalan, tortish kuchining qonuni shugan. O'zimizning erishgan vaqtlarni shu ishni qazib bo'lgandan keyin tasavvur qilsakmi, dopamin qo'zg'alib turdi. Bu dopamin anakin harakatni, yana odamning harakati. Odam tan jihatini hargiz erib ketmaydi. Odamning tan jihatini erib ketishi asosiyatdan ko'rilmaydi. Bu nimadansa ro'yatdan ardigan gap. Mushunda vaqtda dopamindan paylanish orqali o'zini shu harakatni davomlashtirishga paylansa bo'ldi. Unda sizlarga 4-qatim so'zlaydiganim kinoyalik qanqish. Kinoyalik qanqish degan nima deganda, siz kallingizda ma'lum bir sizni azoblaydigan yoki sizni unutish tegishlik, unutishga orzu qiladigan ma'nosini chiqirib o'tadigan siri, u yana kuchlanib qaytib keldi. Mana shu qanday qancha unutish uringan siri, shuncha kallingizdan chiqetmaydi. Biz bu xil hodisani kinoyalik qanqish deymiz. Kinoyalik qanqishni masalan men bir misol olib beray. Masalan mening dadamning ismi Qurban. Sizlar hozir dadamning ismini Qurban ekanligini bildinglar. Unda sizlar mening dadamning ismini unutish qo'nib qo'yganlar. Unutib ketinglar hozir. Siz unutib ketdingizmi? Unutib ketding, cho'g'im unutib ketmisiz olmaydi. Unutdingizmi? Shunga o'xshash, qancha qatim mening dadamning ismini unutishga uringan siri, dadamning ismi kallang shuncha qatim aslinib qoldi. Masalan, unutib ketay. Nimani unutdim? Qurban. Aslida. Unutib ketay. Nimani unutdim? Qurban. Demak, bundaq passivli unutishga tirishgan har qanday narsa, har bir qatim unutishga uringanda bir qatim kuchayib keladi. Biz bu nima deymizsa, kinoyalik qanqish deymiz. Yoki bo'lmasa, bir yigit bir qizni yaxshi ko'ra qoldi. Bu qiz uning talabini rad qildi. Shundan bu bola u qizni unutish uringan siri bu bolaning qizga bo'lgan muhabbet kuchayib ketadi. Yoki 2 yosh to'y qilmoqchi bo'ldi. Ota-onalar uning qo'shilmadi. Qancha qo'shilmagan siri bularning irodasi shuncha kuchayib ketadi. Biz buni kinoyalik qanqish deymiz. Ya'ni bu xil muhabbet qancha cheklangan siri kuchayib ketadi. Biz buni Romeo Julieta unumi yoki effekti deb atab qo'yamiz. Shunga ba'ziki nikah sirtidagi muhabbetning bu xil kuchayib ketishining sababi nimasi? Bu xil muhabbet qancha cheklangan siri, yushurun bo'lgan siri ash odamga nisbatan bu xil muhabbet shuncha kuchlanib ketadigan ahvollar shakllandi. Yoki bir odam xizmat talab qilmoqchi bo'ldi. U xizmat talab qiladigan o'rin kirib 100 dirham imtihon bermoqchi. O 100 dirhamni imtihon bergichining oldida qancha o'zini mukammal tutgan siri, qancha o'zi diqqat qilgan siri, uning shuncha taq chiqadi. Qancha o'zim tutib olay degan siri shuncha jiddiylashishi. Qancha gapni yaxshi deydigan siri shuncha gapdan ezib ketadigan ahvollar shakllandi. Biz buni nima deymizsa, kinoyalik qanqish deymiz. Shunga nurg'un odamlar bor. Bular shu xomush qisi giribtor bo'lib qolganlarning ko'pinchisi o'zining kallasiga bu xil passiviyatlarni kurash qilaverdi. Qancha chiqirib degan sira shuncha yenib kelaverdi. Bu nimani paydo qildi desa, mingida g'oyat zo'r besim paydo qilib qo'ydi ahvollar shaklda. Ondan kishilarda qandaq bir yakun chiqdi desa, menda chuqur bir chataq chiqibdi, kallamdan chataq chiqibdi degan mushundan keldi. Kallasidan qanday vaqt chataq chiqdi desa, ma'lum narsani unutishga uringan sira. Masalan, buni menda o'zgarsak bo'ldi. Masalan, sinfda men sizni chiqirib etdim. Urushib chiqirib etgandan tatibli menda g'am paydo bo'ldi. Nimish qilsa qachon yenib kelar, qachon mendan o'chilar, qachon teg'imi qurollanib kelar deb o'ylayman. Demak, kalidan bunday narsa chiqish uringan sira bu narsa odamni shuncha azoblaydi yoki bearam qiladigan ahvollar shakllandi. Biz buni nima deb ataymiz? Kinoyalik qanqish deb ataymiz. Undas buni qanday bir taraf qilish kerak? Undas bu xil passiviyatlarni unutish uringansiz kuchib ketadi ekan. Undas qanday qilish kerak? Men bir narsani deb qo'yasizlarga, odamning eng chong bir ojizligi bor. U nima bo'lsa, bearam tuyg'udan qechishni orzu qildi. Badami shu, masalan, men chaqmoq bilan birisining qo'lining yeniga etkazsam, u chog'im qo'lini tortib oladi. Menga har qanday vaqtda bearam tuyg'uni sesla uningdan qechish urindi. Amaliyotda badan qachonligan bilan menga bearam tuyg'udan qachanmaydi. Shunga bu xil kinoyalik qanqishning aks ta'sirini kamaytirish uchun qanday qilmasa, bu xil bearamchilikni badan his qildirib o'tamiz.
badanni oqashgan bilan meni bundan qocholmaydi. Bu degan nima deganlik desa, masalan, bir odam azoblandi. Bu azobni chiqarish urni va kuchi berdi. Bu agar to'g'ri usul nimasi, shu azobni his qilib beqish. Masalan, o'zini his qilgan vaqtda masalan, qusoq tarafi bir xil biyaram bo'ldi, ichi pushidi, tishlari qiyishidi. Mushning hammasi buni his qilish deb ataymiz. Badan. Masalan, ba'zi ayollar shunday azoblangan vaqtda yig'lasa, ko'ngli yig'lasa bir xil yeniklab qolgandek his qildi. Nima ish qilsa, yig'lash orqali badanni his qildirib, azobni mingni aram topqizish. Shunga mayl o'g'il bo'lsin, mayl er bo'lsin, mayl ayol bo'lsin, mayl qizval bo'lsin, bu xil azoblardan amal ba badanni his qildiruvchi kerak. Shunga men odat psixologiyada yig'lashni xato deb qaramayman. Erlar bo'lsa-mo, agar uning kuchli bir azob kelgan vaqtda u yig'lab etsa bo'ladi. Buning o'zimi nima deganda badanni his qildirish deb ataladi. Yoki uxlab etsin bo'ladi, yoki vaqirib etsin bo'ladi. Bularning hammasi badanga taqat qilish orqali yo'q qilish. Shunga sizlar agar unutmoqchi bo'lgan narsalar bo'lib qolsa, bu narsani amalba kallangdan chiqarishga hargiz urinmanglar. Balki shu hissiyot bilan birga yashsanglar, bir mazgildan keyin u o'zini qo'yib beradi. Uning bilan qarshilashgan sari bu xil hissiyot qayta kuchlanib ketadi. Undasa, mush to'g'riliq tushunmagan savolingiz bo'lsa-da. Siz. Unda o so'rab baqsam olim. Mana shu Robert Kleinninki Yaproqsiz attirgul degan asarda mundaq bir jumla uchratgan, unutish uchun aslash deb. Men bu vaqt shu vaqtdan o'zida tushunamaganman bu jumlani. Şoňa hazırmış dersiňiz anlagandyk oýlap galdym. Adam muşu ma'lum bir azapny yoki o'zi kelgan bir kelişmezlikni deyli yoki azap deyli. Muşuni unutish uchun adam ba'zi muvofiq darajada shuni eslab turishning o'zimi buni unutishga nisbatan azroq ilgirlatib kuch bo'la olamdi. To'g'ri. Buning ilmiy asosi bor gap. Biz bayatin degandek, uni qancha unutmayman degan sir aslaydi. Unda esa haqiqiy unutishni qanday qilish kerak desa, qasdan eslab turib bilish kerak. Burun o'tgan. Agar uning kallasiga xushal o'tgan kunlari yoki azoblagan vaqtlari, qanday xiyollar, qanday aslimlar bo'lsa, mushni qasdan aslab bergan siri, buning unumi bo'lgan siri tuvallaydigan. Bu dal aksi bo'ldi. Shunga sizning bu deginingizning bugungi darsimiz uchun bevosita munosabati bor. Ya'ni kinoyalik qanqashni o'ng'ishlash uchun bayatdan nima dedik-sa, badanni his qildirish dedik. Bu nima bo'lsa, osh aslimalarni aslab turibasimi, bag'an siri qo'yib turdi. Qancha aslimay degan siri buning odamga bo'lgan ta'siri shuncha kuchli bo'ldi. Unda sizlarga 5-qatim so'zlaydiganim nima degan vaqtda pushaymon effekti. Ya'ni effekti deganimiz odatda latinchadan bevos qabul qilgan so'zlar odatda unum. Yaxshi xanzucha showing deb qo'yamiz hamda. Unum deganni bildirdi. Bu bir xil avtomatik qo'zg'algan bir xil mexanizm. Unda men bu yerda ilib aytayotgan pushaymon effekti degan nima desa, odam bir ishni iroda qildi, tuyuqsiz bayatimiz degandek o'zini mukofotlab seliblar, bu irodasini bir chekinib qoldi. Chekinib qolgan vaqtda pushaymon qildi. Pushaymon qilgandekilla bu hareketni yana qatim sonini xatoligini chiqaytiraverdi. Nima qilsa u men bir qatim xatolik qilgandan keyin ikkinchi, uchinchi qatim xatolik qilsam ishni bo'lmaydi deb qaraydi. Masalan, bu odam tomoq tashlagandi. Ammo 4-kuni amal yo'q, chiqib soldi. Ma'lum sabablar tufayli yoki o'zini mukofotlab chiqib qoldi. Bu buni pushaymon qildi. Pushaymon qilib yana bir tomoq chekdi. Ama bunun tunç hatalık nimesi şu bir qatim chiqib qolgani. Qolganlar bo'lsa, uning nisbatan xatolik tuyulmaydi hangi. Şu odamning birinchi xatoligini cho'qim agar qilib qolgan bo'lsa, uni cho'qim o'zi kechirilishi kerak. Uni kechirib etmagandan keyin nima shakllanadi bo'lsa, bu harakatni qilaveradigan shakllanadi. Masalan, nurg'un yoshlarning zarga chekib qolishining sababim shu. 3-qatimni chekdi, u xatolik o'tkazdi. 2-chi, 3-chi, 4-chi uning xatolikda tuyulmaydigan qoldi. Nima qilsa, u hamda men o'ng'ish bulanmayman, yoki bo'lmasa, men mushni bilan ham tugdim. Yoki bo'lmasa Uyg'ur tilidagi taz bo'lsang, gadengich bo'l degan narsa kirib qoldi. Amaliyotda
тазның o'xshamaydigan shakllar bo'ldi. Manchek taz bo'lib qolgan, yoki manchek taz bo'lib qolgan, buning albatta farqi bor narsa. Ammo nurg'a odam kichkina taz bo'lib qolib tufayli hammerini taz qiladi. Yoki bo'lmasa pitning achchig'ida chapanni o'tqa selishga o'xshab qoldi bu. Ya'ni bir kichik xatolik o'tkazib, bu kichik xatoni o'zi kechirib o'tmay, onunğa bu xatolikni to'xtamay sodir qilish. Shu buni o'xshashning masalasi nimasi? Chuqum odam o'zini kechirib o'tish kerak. Bunda ham nurg'a o'qishlar, shu men unda qilsam bo'lmaydi, o'zim yumshoqlik qo'lliq qilsam bo'lmaydi deb qaraydi. Men darsning dasbida sizlarga odam o'zini qancha irodalik bo'ldigansiz irodasiz ketadi deb qo'ydim. Ha? Nimishqa degan vaqtda odamning masalan mushtni qancha tutkansire bu mushning echilib ketishi shuncha tiz bo'ladigan gap. Shu ba'zi irodani bek chin qilib olsanglar, tasoddibi bu o'zingning tizib qo'ygan yoki o'zingning qilmoqchi bo'lgan azroq xato sodir bo'lib qolsalar, darhol sizda bu ishni qaytadan asli keltirmaydigan ahvollar shaklda. Yoki menda misol ko'rsatay. Masalan, bir do'stim mening ko'nglimni ranjitadigan bir ishni qilib qo'ydi. Bu ranjitib qo'ygan ish qilgandan keyin men buni tilligan bo'lsam, men tillidim. Demak, u ikkinchi qatim meni ranjitdi. Chunki u Alloh bilan jazolanib bo'ldi. Uning ustidagi bir xil besim yengillab bo'ldi. Chunki men tilib etganligim uchun. Balki bu ikkinchi, uchinchi qatim meni yana ranjita olish mumkin. Nimish qolsa, men uni tillab bo'lganligim uchun uningda ikkinchi qatim qandaqdir manga nisbatan pozitsiyasini o'zgartirishga majbur bo'lmaydi. Yoki bo'lmasa, bir o'quvchi topshiriq ishlamadi, o'qituvchi uni tilladi. Tilgandikilar uning topshiriq ishlamagani xatolikda. Ammo uni tilib etganlik uchunlar nim shakllanadi bo'lsa, o'quvchida besim tuvallaydi. Chunki tillanganlik uchun. O ikkinchi qatim yana topshiriq ishlamas mumkin. Ammo buni o'zgarsak-chi, men eliq do'stim kechirib etsam-chi. U ko'nglim ranjitdi, men kechirib etdim. Uning nim shakllanadi? Uningda chuqum besim shakllanadi. Uning ikkinchi qatim menga nachar muomala qilishi yoki bo'lmasa men norozi qilish fursati yoki mumkinligi chuqum tuvallaydi. O'quvchi topshiriq ishlamadi. Agar o'qituvchi buni kechirib etsa, sen nima qilsan, men seni kechirib etdim. Balki bu o'quvchi yana topshiriq ishlamasligi mumkin. Yana kechirib etsa, yana ishlamasligi mumkin. Yana kechirib etsa, hamon bu o'quvchi ishidan qoyil bo'lishga boshlaydi. Odammi shu. Agar biz o'zimizning ma'lum xatoligini kechirib etmay, o'zimizni ayiblasak, bizda bir xil rahat tuyg'u paydo bo'ladi. Bu harakat yana qayta qilamiz. Yana ayiblaymiz, yana bir iniklaymiz, yana qilamiz. Yana ayiblaymiz, yana qilamiz. Agar biz o'zimiz kechirib etsakchi, qayt kechirib etsak, bizning chuqum harakatni tuzishimizga aniq bois bo'ldi. Shunga ba'zi vaqt agar siz bilmay xatolik sodir qilib qolgan bo'lsanglar, bu xatolikni chuqum kechirish uchun bilishingiz kerak. Nurg'a odamlar deydi, unda qilolmaydi, bu degan bir bana yoki bo'lmasa har xil gaplarni yakunlash mumkin. Ammo orqa marqa tadqiqot nima dedi degan vaqtda odam ba'zi o'zining qilgan xatoligini chuqum kechirib o'tish kerak. Shu vaqtda u o'ziga osh harakatni tuzlashga nisbatan bir kuchli besim shakllantira oladi. Xuddi bir odamni kechirib etgandek. Yoki bo'lmasa buni sizlar o'zingizlar sinab qilib baqsanglar bo'ldi. Siz do'stingni qancha kechirib etgansizlar, do'stingning sizga bo'lgan muomalasi shuncha yaxshilashib boshlaydi. Shuncha uning harakatini o'ngshay olasizlar. Dadimi balani qancha kechirib etgansizlar, bala shuncha harakatini tuzlashga boshlaydi. Masalan, nurg'un balalarning ba'zi xatoligini mesela tutuş için ata-onalar to'xtamay bulardan kirishib oldi. To'xtamay tillaydi. Tillagan siri amaliyotda bu bolalarning harakatida hech qanday o'zgarish bo'lmaydi. Chunki ata-onaning tillab bo'ldi. Tillab bo'lgandan keyin uning besim asosiyati yo'qolib ketadi. Uning harakatini tuzlash imkoniyati sal kuchli bo'ldi. Tuvan bo'ladi. Masalan, bolalarning bir o'g'il bolaga nisbatan apis to'xtamay tillasa, to'xtamay nim qilsa yana kari yo'q. Ama dadisi bir ömür gap qilmay faqat qarab qo'ysam, harakatini o'zikidan o'ngshay oladi. Bu nimadan kelib chiqqan desa, dal mushkil hodisdan biz o'ng holat keltira olamiz. Shunga bolalarni tarbiyalashda chuqum kang qo'saq kechirib o'tish orqali oningdagi uning ba'zi harakatlarini tanishkili bo'ldi. Bu odamning psixikasi yomonlashib ketgan vaqtda. Nurg'a odam buni tushunmasdan o'zining subyektiv hissiyot orqali jazo berishni, o'zini ayblashni tanlab turib oladi. Shunga o'xshamasin, matematik chekmay bir chekib xato sodir qildi, o'zini ayblab yana bir tatama chekib oldi. Buningdan keyin bu harakatni tuzlay olamdi, tuzlayolmaydi qangi. Shunga biz ba'zi o'zimizga bek qattiq qo'l bo'lib ketib qolgan vaqtda, o chaqda biz o'zimizning harakatini tuzlashga nisbatan bir qadar qiyin to'xtaydi.
Bu men sizga so'zmoqchi bo'lgan pushaymon effekti. Undan so'ng men mush 5 qatimliq darsda sizlarga 5 xil nazariyani so'zladim. Sizning irodasizligingni keltirib chiqarayotgan yoki sizning muvaffaqiyat yo'lini to'sab qo'yayotgan yoki yarim yo'lda sizni chekindirib yetib qolgan yoki o'zingni bilib turib ba'zi ziyonli ishni to'xtamay qilayotgan mush narsalarni biz borgansiz tushundirdik. Agar mush narsalar, mush nazariyalar kallang aniq bo'lgan vaqtda o'zingni turmushda mushning tushadigan ma'lum ishlar kelgan vaqtda siz tabiiy buning nisbatan aktiv holda mudofaa mexanizmi shakllantira olasiz. Unda olsa bugungi darsimiz mishada oyoqlashdi. Anglanglar rahmat. Xo'sh.